Ko'rib turganinglardek Malibu 2 turbo Premierga xudo xolasa Euro Plus propan qo'yildi. Gazda yurib turgan holatda. Kompyuterlar yana benzin rasxoti akalar 9 ta 8 ta. Bundan buyog'iga GDI motorli dvigatellar, ayniqsa Chevrolet markadagilarning hammasiga 8 ta 9 ta, ba'zi holatlarda 6 tagacha benzin rasxot qiladi. Bu degani yarim litr, 600 gram 100 kilometrga rasxot qiladi. Bunga ham xudo xolasa shunaqa full variantida qo'yganmiz. Endi hozir test drive qilamiz. Bismillah. Undan oldin bir qator yurib keldik. Klient o'zi ham shu yerda. Aka Namanganda Norinida. Tabiiy odzivlar bo'lyapti hozir. Aka yurish qalay bo'ldi? Zo'r aka, mo'shni. Hozir bir qator o'zimiz aylandik. Endi video uchun yana sizlarga ko'rsatib deb yuryapmiz. Benzin bilan past bir xil. O'zgarish bo'lmadimi aka? Yo'q, zo'r, yaxshi. Xudo xolasa aka bizga ishonch bildirib keldi. Xudo xolasa eng full variantida qo'yib berdik. Injektorlarimiz ham italyanskiy, reduktorlarimiz ham italyanskiy, polskiy miyalardan qo'yib berdik. Ya'ni Yevropa gazida injektor 8 ga 4 super bloklardan qo'yib berganmiz. Bu degani faqatgina GDI ga o'ziga xos va mos ravishda tushadigan blok upravleniya hisoblanadi Yevropa gazdagi. Uni eng mazasi kafolatlangan, 1 yil kafolati bor. Bu kafolatdan faqatgina uni Andijonda emas, O'zbekiston hududida amal qiladi. Sizlarga nisbatiy xizmatlar bo'yicha tavsiya qilib qolamiz. Bemalol nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelishinglar mumkin. Salomat bo'lishga majbursizlar. Bu videoda Malibu yurgan akalarga tez jo'natib qo'yamiz.